Men o'sha tunda hayotimning eng mudhish, ammo eng yondiruvchi xatosiga qo'l urdim. To'yimizning 5 yilligi kuni. Erim meni bir marta ham yuzimga qaramay xor qilib uxlab yotgandi. Men yopiq eshik ortida dod solib yig'lardim. Birdan eshik ochildi-yu. Ostonada uning ukasi, mening qaynukam paydo bo'ldi. Uning ko'zlarida men 5 yildan beri kutgan o'sha olovli mehr, o'sha ehtiros bor edi. U menga yaqinlashib, lablarimdagi yoshlarni o'zining qaynoq lablari bilan artgandi. Men dunyoda farishtalar qolmaganini tushunib, bu qip-qizil xiyonatga o'zimni otdim. Assalomu alaykum. Qalbi yolg'izlikdan muzlagan, mehr va e'tibor qidirib xatolar ko'chasiga adashib kirib qolgan insonlarning qismatiga qiziqadigan qadrdon hikoyachi Momo kanalining obunachilari. Agar siz bizning pinhona tuyg'ular, taqiqlangan ehtiroslar va ularning azobli to'lovlari haqidagi dunyomizga ilk bor qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq joylashib oling. Chunki bugun men sizlarga shunchaki tilla qafasda tirik murdaga aylangan, o'z ayolligini erining ukasining issiq quchog'ida qayta topib, bir umrlik pushaymonga mahkum bo'lgan bir ayolning iqrorini so'zlab beraman. Bu hikoya sizning yuragingizni junbushga keltirishi aniq. Mening ismim Dilnoza. Yoshim 28 da. Farg'onaning sokin shaharchasida tug'ilib o'sganman. Turmush o'rtog'im Farruh bilan tanishgan kunimni, uning orqamdan yugurib, atirgullar bergan paytlarni hozir ham yig'lab eslayman. U o'shanda shunday mehribon, shunday olovli yigit ediki, men unga hech ikkilanmay turmushga chiqqandim. Ammo hayot faqat ertaklardan iborat emas ekan. To'ydan keyin Farruh mutlaqo o'zgardi. Bizning dang'illama, chiroyli uyimiz menga sovuq bir zindonga aylandi. Farruh faqat o'zining biznesi, o'zining do'stlari bilan ovora bo'lib qoldi. U menga hech qachon yomon gapirmagan, bir marta ham urmagan. Ammo u meni xuddi uydagi qimmatbaho mebeldek, shunchaki borligi uchun qo'yib qo'yilgan ashyodek qabul qilardi. U ertalab ketar, tunda esa charchab kelib, jim ovqatlanib uxlab qolardi. Men uning yonida yotib yuziga termular. Farruh aka, tinchlikmi? Men sizga kerakmanmi o'zi desam. U yuzini devorga o'girib, uxlashim kerak, charchadim derdi. Uning shu birgina charchadim degan so'zi mening yosh va mehrga tashna vujudimni pichoqsiz so'yardi. Yillar o'tdi. Men o'zimni shunchalar xunuk, shunchalar keraksiz ayoldek his qila boshladim-ki, ko'zguga qarashga ham qo'rqib qolgandim. Aynan mana shunday kunlarning birida Farruhning ukasi, mening qaynukam Kamron biznikiga ko'chib keldi. Kamron mendan 6 yosh kichik, 22 yoshli universitet talabasi edi. Farruh ukasi o'qishni bitirguncha biz bilan yashashini aytdi. Boshida menga begona erkakning uyda yurishi noqulay tuyuldi. Lekin Kamron, u akasiga umuman o'xshamasdi. Uning qop-qora ko'zlari, yuzidagi samimiy kulgusi bor edi. U birinchi kundanoq uyga qandaydir iliqlik, hayot nafasi olib kirdi. Kelinoyi, charchamadingizmi? Kelinoyi, qo'llaringiz dard ko'rmasin, ovqat shunchalar shirin bo'libdiki, derdi u doim ko'zlarimga qarab. Men bu oddiy so'zlardan mast bo'la boshladim. Chunki bu so'zlarni men yillar davomida eshitmagan edim. Kamron men g'amgin bo'lsam, darrov kuldirishga harakat qilar. Farruh navbatdagi safarga ketganida men bilan soatlab darslaridan, orzularidan gaplashib o'tirardi. Uning yonida men o'zimni xotirjam va eng asosiysi, ayol ekanligimni his qilardim. Uning yigitlik ifori, uning menga qaraganida yashirmoqchi bo'lgan ehtirosli nigohlari mening qonimni yashirincha qizdirib yuborardi. Bahorning yomg'irli kechalaridan biri edi. Birdan chiroq o'chib qoldi. Men qorong'ulikdan yosh boladek qo'rqardim. Dahshat ichida oshxonada qotib qoldim. Dilnoza opa, qo'rqmang, men shu yerdaman degan tanish va issiq ovoz qulog'im ostida jarangladi. Kamron yonimga kelib sham yoqdi. Shamning titroq yorug'ida u menga shunday yaqin turardiki, uning qaynoq nafasini his qilib turardim. Uning ko'zlarida men umuman akalik yoki ukalik mehrini ko'rmadim. Uning nigohlarida o'zini zo'rg'a ushlab turgan bir olif bor edi. Siz shunchalar go'zalsizki, Farruh aka sizning qadringizni bilmayapti, pichirladi u. Mening vujudimdan tok urib o'tdi.
Kamron, bunday demang. U sizning akangiz, dedim ovozim qaltirab. Ammo men qochmadim. U ham yuzimni asrab-silab qo'ydi-yu xonasiga kirib ketdi. Lekin o'sha tunda bizning oramizdagi parda abadiy yirtilganini ikkalamiz ham tushungan edik. Shundan so'ng hayotim dahshatli tarzda sinovga tayyorlandi. To'yimizning 5 yilligi kuni. Men ertalabdan eng chiroyli ko'ylagimni kiydim. Farruxning eng sevgan taomlarini tayyorladim. Balki bugun u o'zgarar, o'sha eski Farrux qaytar deb umid qildim. Lekin u ishdan juda kech qaytdi. U nafaqat kunni unutgan, balki stolda o'tirgan menga qiyo ham boqmay. Men charchadim, dedi-yu to'g'ri yotoqxonaga kirib ketdi. Kamron o'sha yerda qarshimda o'tirardi. U mening ko'zlarimdagi o'lik umidni, yuzimdagi xorlikni ko'rib turardi. Bugun sizning to'yingiz kuni edi-a, dedi u tishlarini g'ijirlatib. Men boshimni egib yig'lab yubormaslik uchun xonamga yugurdim. Yotoqxonaga kirsam, Farruh pishillab uxlab yotardi. Mening 40 ga yaqinlab qolgan yoshim, mening ayollik orzularim. Hammasi shu tilla qafas ichida bu xudbin erkakning xurrak otishi ostida o'lib borayotganini tushundim. Men dahshatli dod solib yig'lagim kelardi. Xonamning burchagiga o'tirib, tizzalarimni quchoqlab yig'lay boshladim. Birdan eshik sekin ochildi. Men Farruh uyg'ondimikan deb o'girildim. Ammo ostonada Kamron turardi. Uning ko'zlarida shu qadar dahshatli g'azab va shu qadar qonli bir ehtiros bor ediki, men nafas ololmay qoldim. U yotog'im yoniga kelib mening qarshimda tizzaladi. Yig'lamang. Iltimos, yig'lamang. Men sizning ko'z yoshlaringizni ko'rishga chiday olmayman, deb pichirladi u barmoqlari bilan mening yuzimdagi yoshlarni artarkan. Farruh karavotda bizdan 1 metr uzoqlikda, g'aflatda uxlab yotardi. Men uning uyg'onib ketishidan dahshatga tushishim kerak edi. Ammo Kamronning yosh, qaynoq qo'llari, uning yondiruvchi ehtirosli nigohlari mening butun qo'rquvimni o'ldirdi. Kamron, bu gunoh. Chiqib ket, dedim lablarim titrab. Ammo u eshitmadi. U yuzini mening yuzimga yaqin olib kelib, sizga mehr kerak. Siz bunday xor bo'lishga loyiq emassiz, dedi-yu mening lablarimga yovvoyilarcha bosildi. Xudoyim, bu shunchalar shirin, shunchalar telbavor bir bo'sa ediki. Men 5 yil davomida muzlab yotgan vujudim bir soniyada alanga olib yonganini his qildim. Men uning ko'kragidan itarib tashlash o'rniga o'z ixtiyorim bilan uning sochlaridan changallab o'zimga qattiqroq tortdim. U meni asta ko'tarib yotoqxonamizdagi divanga yotqizdi. Farruh pishillab yotgan xonaning bir burchagida. U mening ust-boshimni olib tashlar ekan. Uning ko'zlarida mening ayolligimga bo'lgan shunday sajdani ko'rdimki, bu nigoh oldida har qanday sadoqat qulab tushar edi. O'sha tunda u menga shunday ehtiyotkor, shunday yondiruvchi lazzatni berdiki, men haqiqiy ayol bo'lish nima ekanini his qildim. Uning har bir harakati, uning yoshlikdagi olovli kuchi mening qalbimdagi barcha og'riqlarimni, alamlarimni o'zining qaynoq ehtirosi bilan yuvib ketdi. Men uning og'ushida ingrab tonggacha yondim. Tongga yaqin u xonadan yashirincha chiqib ketdi. Men esa yalang'och holda o'rnimda qoldim. Yonimda hali ham g'aflatda yotgan erimga qarab. Men ilk bor uning emas, o'zimning qay darajada jirkanch va fohisha bir ayolga aylanganimni his qildim. Xudoyim, men o'z qaynukam bilan o'z yotog'imda zino qildim. Mening qonim muzlab ketdi. Ertasi kuni tongda bu uy men uchun haqiqiy do'zaxga aylandi. Men Farruhning yuziga qaray olmasdim. Kamronning ko'zlariga qarasam, yana o'sha taqiqlangan olovni ko'rardim. Biz endi ochiqchasiga gaplasholmasdik, lekin hammadan yashirin o'g'rincha qarashlar. Bizni bog'lab turgan o'sha harom va ehtirosli sir bor edi. Kamron mening qalbimni parvarish qilgan edi. Ammo ayni paytda mening hayotimga shunday qora dog' bosdiki, men endi o'zimni osib o'ldirishni xohlar darajaga yetgandim. Oradan 2 hafta o'tib, Kamron yotoqxonaga ko'chaman deb ketib qoldi. U narsalarini yig'ib ketayotganda eshik oldida oxirgi marta ko'zlarimga termulib turib qoldi.
Uning nigohida sevgi, pushaymon va ayriliq bor edi. Men uning orqasidan yig'lab qolaverdim. Hozir men o'sha dang'illama, sovuq qasrda yashab yuribman. Odamlar meni mukammal va baxtli ayol deb o'ylashadi. Lekin men o'z ichimdagi sirdan, xiyonatimdan va Kamronga bo'lgan tushunarsiz, qonli sog'inchimdan jinniga aylanayotgan bir ayolman. Men o'zimni yo'qotdim. Shayton menga bir kechalik ehtiros berdi, lekin evaziga mening butun qalbimni tor qildi. Aziz opa-singillar, mehrsizlikdan xor bo'lgan ayollar, erining e'tiborsizligidan qanchalar yonmang. Hech qachon, hatto eng dahshatli tushlarda ham bu taqiqlangan olovga qo'l urmang. Shayton sevgi niqobida kelib, sizni oxiri yo'q chohga otib yuboradi. Siz mening irodamning sinishi, Kamronning xatosi va bu la'nati ehtiros haqida nima deb o'ylaysiz? Mening joyimda bo'lganingizda siz o'z qaynukangizni haydab sola olarmidingiz? Fikrlaringizni, nafratingizni izohlarda yozib qoldiring. Hikoyachi Momo kanaliga obuna bo'lishni unutmang. O'zingizni asrang. Xayr.